Assalomu alaykum O'zbekiston. Bizga bir mehmon kelibdi. Kelishi bilan aeroportda vahima, jaranglagan ovozlar. Erka bilan to'ktar. Mana shu gaplarimni ikki quloqingga shunchaki kirdirib, miyangga singdirtirib olgin. O'zbeklarning butun dunyo bilgan eng yaxshi xislatlari bor. Ulardan bir ikkitasini senga aytaman. Birinchisi mehmon do'stligi, ikkinchisi hamma narsani mujikchasiga hal qilishi. Misol uchun gapirib turib shapaloq otormasligi. Ikkinchisi esa mehmon do'stligi. Doimo o'zga yurtdan kelgan mehmonlarni biz davramiz to'riga qo'yib, iloji boricha davramiz to'riga qo'yib, ustiga yaxshi chopon kiydirtirib, belini baquvvat qilib, oshimizdan yedirtirib, o'z yurtiga jo'natish. Ko'chada biz kriysalik qilmaymiz. Biz marchasiga, kilitga olib kiramiz, perchatkani kiyamiz, dakanza oxirigacha solishamiz. Bu yo'q Allohdan. Bu yo'q Allohdan. Ko'pchilik qozoqlar, bovurlarimiz, ba'zi bir o'zbek, o'zimizni ham yurtlarimiz kommentga kirib yozayotgan ekan. Erka bilan o'zini yurtida karilladi, narsa qildi, emin-erkin yuribdi. Endi bunaqa narsada bu sport nima uchun kerak? Ikki millatni do'stlashtirish uchun kerak. Biz hozir uni shaxsiy adovatga aylantirib, ikki millat o'rtasida yomonchilik olib kelib qo'ysa, buni oxiri voy bo'ladi. Shuning uchun Erka bilan doktor O'zbekistonga kelibdi, uni hech kim hech narsa qilmaydi. U yuraversin. Lekin razma-razda shunchaki razgovor bor, gaplashib oladigan gaplarimiz bor. Misol uchun men u bilan ro'za oyida gilazma-gilaz kelganimda uni bir ikkitalarga qiyin ishlarini ko'rib, ro'za oyida u bilan urushib talashib ketmay, ro'zam ochilib ketmasin deb, men unga oldiga yaqinlashmaganman face-to-face. Chunki o'zimga javob bera olmasdim, qo'limga javob bera olmasdim. Menda qiziqqonlik bor. Men o'zbekdek yigitman. Meni qonim qaynoq. Men luboy joyda ko'rsatganman. Shu narsa uchun andisha qilgandim, andisha otini qo'rqoqqa yo'yishdilar. Lekin men shu narsani, men shu temani 100% agar mabodo vaziyat bo'lsa, gaplashib olish kerak. Vaziyat bo'lmasa, to'xtoq bilan ko'rishmaydi, odam bilan ko'rishadi. Hali ko'p vaziyat bo'ladi. Bu vaziyat bo'lmasa. Xush kelibsan, Xudo xolasa, Alloh har bir yigit kishining omadini bersin. To'lka gaz. O'zbekiston, Qozog'iston olg'a. Hech qanaqa yomonlikka yo'ymanglar. Ikki millat o'rtasiga oddiy bandalar yomonlik tushirib qo'ymasin. Bizlar yo'qligimizda ham ota-bobolarimiz do'stona, do'st bo'lib, bir-biriga yelkaga berib, "Bovurim, O'zbekiston olg'a" deb salom alaykum qilib yurgan. Bizlar o'rtaga nizo tushirmaymiz hech qachon. Bizlar ikki millat do'stligi uchun sport tomonlama harakat qilamiz. Assalomu alaykum. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib ketinglar. Bu yoqda bironta noto'g'ri gap bo'lmadi deb umiddaman. Lekin Erka bilan to'ktar gilazma-gilazda o'sha sen ro'zasan-ku degan bir qanaqa kesatki gapingga javob berasan.